5. Bab. Bir kuni Hazreti İsa Ginasar kölünün boyda tuganda, kişiler onundan Xudoning sözünü anglash uchun uning atrofiga zich olaşdı. Hazreti İsa köl boyda tugan ikki kemini ko'rdi. Beliqchilar kemidan tushib, qirg'oqda torlarini yuyishyotatdi. Hazreti İsa beliqchi Simonning kemisiga chiqib, uningdan kemini qirg'oqdan sal yiroqlatishni talab qildi. Ondan u kemida o'ltirib, xaloyiqqa ta'lim berdi. Ta'lim berib bo'lgandan keyin Simonga kemini cho'nqirroq yerga haydab berib, torlinglarni selib, belig'inglarni tutinglar, dedi. Ustozim, biz kechichi jafo tortib, hech narsa tutolmadik, dedi Simon. Biroq deginingizga binoan torni sasak salayli. Shuning bilan ular torlarini ko'lga silib edi, beliqlar torg'i patmay qilib, torlar yirtilishga boshladi. Ular boshqa kemidagi sheriklarini yordamga chaqirishdi. Ular kelib, beliqlarni ikki kemiga liq qochilib edi, kemilar beliqning jiqlig'idan cho'kib ketgili tas qoldi. Bu ishni ko'rgan Simon Hazreti İsa'ning oldida tizilib turib, "Hey Rabbim, mendan yiroqlashing, gunohkorman", dedi. Chunki Simon va uning sheriklari bunchavala ko'p beliq tutganligidan hayron bo'lgan edi. Boshqa kemidagi sheriklari, Zebeydiyning o'g'illari Yaqub bilan Yuhannami hayron bo'ldi. Hazreti İsa Simonga, "Qo'rqma, buningdan keyin beliq tutishning o'rniga menga odam tutsan", dedi. Ular kemini qirg'oqqa to'xtatib, hamma narsani tashlab, Hazreti İsa'ga ergishib mangdi. Bir qitim Hazreti İsa ma'lum bir shaharga borgandan keyin butun badanini mahob qoplab ketgan bir kishi uni ko'ribla uning oyig'iga yiqilib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni kesimdan saqaytib pok qilg'aysiz", deb yolvirdi. Hazreti İsa uningga qo'lni tekkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in", devidi. Bu odamning bandidagi mahov kesili shu an saqaydi. Hazreti İsa uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin u dul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligingni ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesilidan saqayganlar qilishga tegishlik qurbonlikni qil", deb topiladi. Gerçi Hazreti İsa bu ishni hech kimga tinma degan bo'lsa-mu, u to'g'risidagi xabar texmu pur ketdi. Nurg'un xalq uning ta'limini anglash va o'z kasalini saqaytish uchun uning oldiga keladi. Hazreti İsa bo'lsa pat-pat tinch yalagi berib duo qiladi. Bir kuni Hazreti İsa ta'lim berayotganda, uning yanida Farisilar va Tavrat ustozlari o'tiradi. Ular Galiliya, Yahudiya o'lkalarining har qaysi yez qishloqlari va Yerusalimdan kelgan edi. Rabbimizning kuch-qudrati Hazreti İsa'ga yor bo'lg'ashqa, kasallarni saqaytib. Shu asnoda bir qancha kishi zambilga yotqizilgan bir polashni ko'tarib kelib, uni uyning ichidagi Hazreti İsa'ning oldiga akirishga tirishdi. Biroq odamning to'llig'idan kasalni akramay, o'ziga elib chiqib, o'gizidan tunglik ichib, kasalni uyning ichiga zambilda tushirib, xaloyiqning orasida turgan Hazreti İsa'ning oldiga akeldi. Ularning ishonchini ko'rgan Hazreti İsa yilqi polachga, "Do'stim, gunohlaring kechirim qilindi", dedi. Yilqi Tavrat ustozlari bilan Farisilar bir-biriga, "Qo'rqmasdan bundoq kufr so'zlagan bu odam kimdir? Xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'q-ku", deyishdi. Ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa ularga mundoq dedi: "Sizlar buni nima uchun kufrlik deysizlar? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi
yoki o'rningdan tur, mang deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida ham gunohlarni kechirim qilish, ham kasallarni saqaytish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray, dedi. Ondan palach kasalga, o'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib, uyingga qayt, deb buyurdi. Yelqi odam darhol ko'pchilikning oldida o'rnidan dast turib, o'zi yotgan zambilni ilib, Xudoni madhiyliginicha uyga qaytdi. Buningga hayron bo'lgan ko'pchilikmi Xudoni madhiylashdi va hongtong qolgan holda, bugun biz aqlimiz yetmaydigan ishlarni ko'rdik, deyishdi. Bu ishdan keyin Hazreti Ayso u yerdan chiqib, Lavi ismli bir bojgirni ko'rdi. U boj yig'ilgan joyda o'tiradi. Hazreti Ayso uningga, "Manga agashkin", dedi. Lavi o'rnidan turib, ishni tashlab, Hazreti Aysoga agashdi. Shu kuni Lavi uyida Hazreti Aysoga katta ziyofat berdi. Taklif qilingan nurg'un bojgirlar va ularga o'xshash kishilarmi Hazreti Ayso va shogirdlari bilan hamdastxon bo'ldi. Keyin ba'zi farisiylar va ularning diniy iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari ranjigan holda Hazreti Aysoning shogirdlariga, "Sizlarning bojgir va gunohkorlar bilan bir dastonda o'tirganinglar qanday gap?" deyishdi. Hazreti Ayso ularga, "Sog'lom odam emas, balki kasal odam tevibqa muhtojdir. Men o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas, balki o'zlarining gunohlarini to'naydiganlarni tavba qilishga chaqirg'ili keldim", deb javob berdi. Ba'zi kishilar Hazreti Aysoga, "Yahyo payg'ambarning shogirdlari pat-pat ro'za tutib duo qiladi. Farisiylarning shogirdlari shunday qiladi. Sizning shogirdlaringiz ajab yeb ichibla yuridi-ku", deyishdi. Hazreti Ayso ularga, "To'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofatida turgan chog'da mehmonlar hasad chekayotgan odamlardek ro'za tutsa, qandoq bo'lg'ini? Albatta, bo'lmaydi. Ammo yigitning ulardan elib ketildigan kuni keladi. Ular ana shu chog'da qayg'u hasrat chekkinidan ro'za tutadi", dedi. Hazreti Ayso ularga yana bir tamsil keltirdi. Hech kim yangi ko'nglikini yirtib, uni ko'ni ko'nglikiga yamoq qilmaydi. Unda qilsa, yangi ko'nglakmi yirtiladi. Yirtib ilingan yamoqmi ko'ni ko'nglakka yarashmaydi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni ko'ni tulumga qochilmaydi. Agar unda qilsa, yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yeriladi-da, sharobmi to'kilib ketadi. Demak, tulummi kodin chiqadi. Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak. Uning ustiga ko'ni sharob ichib yurgan har qanday odam yangisini ichishni xohlamaydi. Bo'ldi, ko'nisi yaxshi ekan, deydi.